Siz meni tanib turgan qimor reklama qilayotgan itlar. Mana shu ukamiz mehnat qilib sallaga boshlab she'r yozibdi, eshitib ko'ringlar. Shunda ham qaytmasanglar, san'atkorlarni topib biriksin pul berib sizlarga boshlab ashula yozdiraman. O'z fikrlarida o'z sport qobiliyatlarini sinab ko'rib, pasayib orqali o'tasizlar, birinchi depozit uchun 10 million so'm bonus olasiz. Ya'ni bu qanaqa tarzda bo'lishi kerak? Bolalar 70 million kichik depozit qilasizlar va ekspress kupon qilasiz. Riskovatni haromisi jigarlar, diqqat bilan ko'ringlar, qaranglar. Manchester United Arsenal o'yiniga korotchi 50 million so'm stavka qo'yamiz. Nechtasini yostig'ini qurityapsizlar, nechtasi o'zini osti siz sabab, nega yana reklama qilyapsizlar? Millatni ommatan ochiqcha aldab, bu o'yinda yutmoqlik yolg'onligini bilasiz o'zingiz juda ham yaxshi, bilasiz bu o'yin yomonligini yoki dushmanmisiz siz millatga qarshi? Nechun o'z xalqingiz aldayapsizlar? Nechun tiqyapsiz xalqni botqoqqa? Shuncha gapirsak ham qaytmayapsizlar. Sizlarga ustunmi vijdondan soqqa? Futbolkada bildirmay tiqib ketasiz. Shu haromxo'r itlarning reklamasini o'zingizcha hayotdan ertak aytasiz, ko'krakka qo'yib olib ular rasmini. Sizlarni ko'targan mana shu xalq-ku, endi shu bo'ldimi rahmatlaringiz? Axir sizlarda ham oila bor-ku, nahot boshqalarga kelmas rahmingiz? Bu dunyo o'tkinchi, shuni unutmang. Haromxo'r emasdir millatim, elim, millatni ichidan yemirmang, yutmang. Sizlarga eslatma bo'lsin shu she'rim. Nechtasini yostig'ini qurityapsizlar, nechtasi o'zini osti siz sabab, nega yana reklama qilyapsiz?